tushadi. Ularning aniq harakatlari, chapdastligini ko'rib, yurt haqida ilk taassurotlar uyg'onadi. Faqatgina mehmonlarni kutib olish emas, boshqa rasmiy tantanalarga ham bunday saf harakatlari ulug'vorlik va ko'ngil xotirjamligi bag'ishlaydi. Chunki safda xalqimizning sara farzandlari. Mashqlarda sayqal topgan shaxdam oldin, chapdast harakat, saf amallaridagi mahorat, chehralardagi qat'iyat barchasida qalb to'riga bitilgan vatan so'zi o'qiladi. Faxriy qorovul otryadi Milliy xavfsizlik xizmati Qalqon maxsus brigadasining bo'linmasidir. Ushbu harbiy qism joylashgan zamonaviy harbiy shaharcha mamlakatimizda professional armiyani shakllantirish, harbiy xizmatchilar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasidir. Harbiy qism zimmasiga mamlakat hayotiy faoliyati va mudofaa salohiyatini ta'minlovchi o'ta muhim inshootlarni qo'riqlash, ularni turli diversion terrorchi guruhlar tajovvuzidan himoya qilish kabi davlat ahamiyatiga molik vazifalar yuklatilgan. Davlatimiz prezidenti, qurolli kuchlarimizning oliy bosh qo'mondoni tashabbusi va rahbarligida milliy armiyamizda amalga oshirilgan keng miqyosli, chuqur islohotlar natijasi o'laroq bugungi kunga kelib, harbiy qism o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni ishonchli bajarishga qodir, zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan yaxshi ta'minlangan, ixcham va tezkor harbiy bo'linmaga aylandi. Qismdagi jangovar shaylik, ijtimoiy-siyosiy tayyorgarliklardagi yutuqlar muntazam ravishda, har kuni qat'iy kun tartibi asosida amalga oshiriladigan mehnat samarasidir. Askarlar har kuni uyg'onilsin signali ostida uyqudan uyg'onar ekan, kun davomida bardamlikni ta'minlovchi jismoniy tarbiya bilan mashg'ul bo'ladilar. Harbiy xizmatchilar sog'ligini saqlash va mustahkamlash, jismoniy rivojlanishi